Riyadga ketyaptlar. Play-off o'yin Saudiya Amman bilan o'ynash kerak edi. Ana 4 kun oldin borishimiz kerak. Aeroportga borsam, bilet u вас biznes klass уже yo'q dedi. Ana soat 2 dedi. Ana FIFAga yozaman desam, FIFA ofis javob yo'q. Ana Ravshanni chaldim. Ravshan biz 3 o'tamiz через Istanbul dedi. Birdeki qilib boring aka dedi. Ana kechindi Qirg'iz konsertga borib, Qirg'iz konsertdan bilet olib, ekonom klass. Hech esimdan chiqadi. Eng qiyin o'yin o'shandan birisi bo'lgan. Bishkek, Moskva, Kayr, Riyad uchib kelganman. O'yinga 4 soat qolgan. O'yinni sud qilib, bir zo'r moment bo'lgan. Penalti. Ichida tashqarisida. Shuni olib chiqqanman. Unda var yo'q edi. Ravshan olib chiqib tashqarida. Katta skorostda bo'lgan. Uxtabay kelganman ekonom klassda. Aman обратно uchib ketganman. O'shunda hozirgi Sudetskiy departamentda shefi Shamsunada, Singapuris. O'shandan keyin raport yozgan. Nimaga? FIFAga. Qirg'izistonda qolsa, o'yinga 4 soat qolganda kelib, sud qilib, son o'yinda o'tkazib ketdi degan. O'shunda menga bonus bergan.